Aziz asrımızning aziz oğulları, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, sho'x satrlarla bezamoqchi o'g'idir umr daftarim. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun biz sizlarga 9 dangi sertigini namoyish qilib bermoqchimiz. Marhamat. Don, don, ziki. Don, don, ziki. Don, ziki. Hey! Yani bir bende don ziki. Don, don, ziki. Bolalar o'yin bilan bo'lib qornini unutib qo'ymizku, qorni och qoldi. Kelinglar, pul yig'ib ovqat olib kelamiz. Nima yeysiz? Ziyodalar nima yeydi savol? Ustoz gapirmaysiz. Endi men bu pullarga do'konga borib, biror narsa olib kelaman. Mana men yiqqan pulimizga do'kondan borib non bilan qatiq olib keldim. İyi bolalar, qo'limiz kirdi. Kim suv olib keladi? Sen suv olib kelasan. Sen suv olib kelasan. Sen olib kelasan. To'xta! Kim gapirsa bir shartdan o'ynaymiz. Kim gapirsa o'sha suv olib keladi. Otası ölmeden kim var, anası ölmeden kim var? Xudo yerida sadaqa qilinglar. Xudo yerida sadaqa qilinglar. Sizlar tillaringni eshitgansizlar? Gapirmaysizlar. Gapir. Gapir. Gapirmaysiz. Gapir. U diqqat bilan ayni bunda gapirdilar. I'm back home alone. Men glad åt det. Nej, man. Men get qornim to'ydi. Rahmat, ovqat iching.
kitobning o'rni beqiyosdir. Allomalar ham barcha muvaffaqiyatlari, o'zlari yaratgan kashfiyotlari uchun kitobdan minnatdor bo'ladilar. Kitoblar xazina, umuman olganda hayotimizning o'ziga xos badiiy ko'zgusidir. Kitob zehnlarni charxlab, bilimlar xazinasiga eshik ochadi. Barcha ilmparvar odil podshohlarning saroylarida kutubxonalar bo'lgani bejizga emas. Kitap